Rahmat. Endi menga yordam beramiz. Ismingiz nima? Shuhrat. Shuhratbek, malades. Hozir menga qarang. Sizlarni qo'ying yerga. Qo'ying. Qo'lni ham qo'ying. O ana, qosh degin. Hop, endi apasiy zonani yopamiz. Ana. Bir 5 minutga eshik bo'lib turasiz, maylimi? Malades. Bolalar qaranglar, mana shunday turamiz. Hozir men ko'rsatib beraman, mana shunaqa qilib bajarasizlar, xo'pmi? Harakati. Rahmat, to'xtading. Hozir nima qilding? Nima qilding? Yiring qo'chqormi? Ha? Yo, uyingda qo'chqor bormi? Yo'q. Buni orqasiga kelib suzmagin, sakrab o'tib ketgin, xo'pmi? Bor joyingga turib oling. Mayli, tur joyingga. Uyqung kelyaptimi deyman, ha? Nimaga bunga borib kravatga sakragandek sakrayapsan? Sakramagin, xo'pmi? Bor joyingga turib ol. Qara kengizsa ko'ramiz. O'chirib turing, sizlarga bu bo'lmadi, boshqachasini ko'rsataman, ha? Turing, turib oling. O, ana, sizlarni ushing. Sizlarni ushing. Sizlarni, o, baratani ochamiz. Ochamiz, och. Voy, katta ochorlar. Shimda kelib yana shortida ketmagin. Bash boshlaylik. Qani endi 3-mashq. Qarab turing, men ko'rsataman, undan keyin bajarasizlar, xo'pmi? Patrón. Bien, молодец. Bakıcısan, o sen nima qilding? Tayinda o'tdim. Nimaga tayinda o'tasan? Bu senga prevalmi tayinda o'tasan? Mayda qizil chiroq yonyaptimi? To'xtang, tushundingmi? Bor ulardan boshla. Sizga yoqib qoldimi deyman, ha? Turing. Rahmat. Kelajakda katta ishchi bo'ling, xo'pmi? Hazillashdim. Mashg'ulotga bir qartiy job qo'yinglar. Joyiga o'tirib olsin. Qani bolalar kelinglar. Turing, bo'y-bo'yiga turib olamiz. Turing, bo'y-bo'yiga. Shu menga yordam bergan bolalarga ham bir qarsiy bo'lsin, joylariga o'tirib olasin. Rahmat. Masxaravozga bir qarsiy bo'lsin. Dunyo tashvishlarini yelkangdan olmasa agar, yo'lingni davomiga yangi yo'l solmasa agar, eng so'nggi damingda ortingdan zor yig'lab qolmasa agar, farzandim bor demang, farzand emas u. Navbatni o'g'limga beraman. Azizlar, bu yigit 1,5 yoshidan beri men bilan birga yuradi. 3 yoshida muhtaram prezidentimiz oldida mustaqillik Navruz bayramlarida qatnashib keladi. 13 yoshida Qozog'istonning poytaxti Astana shahrida 8 tonalik mikroavtobusni tushida tortib rekord o'yin bajargan. Hozir azizlar rosa 18 yoshga to'lgan. Rosa tobida. Xudo xolasa o'zlaringiz ko'rib bahosini berasizlar. Ko'rik tanlov g'olibi. Sizlarga xizmat qilib boradi. Yosh yigitimiz. Ismi jismiga mos. O bola o'tiradimi, o'tirmaydimi? O bola, o'rtadan yurma, orqadan yur. Bu yoqqa mana shu o'tmoqchi bo'lsang, orqadan o't. O bolalar,
Sizlar meni qattiq gapirishga majbur qilmanglar. Chunki biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, yosh ukalarim. Sizlarni xursand qilamiz deb kelganmiz. Sizlar ham odob bilan turinglar, o'rtadan meni yurmanglar. Ana, velikda yuribdi. Velikni chiqarib oling. Ajitdan hozir bitta hamtasiga tegib ketadi o'sha. Endi Xudo xolasa, bugun birinchi kun. Reklama uchun o'ynayapmiz. Kundan kunga o'yinlarni kuchaytirib boraveramiz. Har kuni bitta qatnashchilar bitta yangi nomer qo'shib boraveradi, ko'ramiz. Sizlarga xizmat qilib borsin, yosh yigitimiz 18 bahorda qarshi olgan chempionimiz Asman Muslimbek. Muslimbekda bir muhabbatli qarshi bilan ko'ramiz. Bas! Muslimbek! Hey! Azizlar, bu Muslimbek mening kenji o'g'lim. Bu yigitga aytdim, 1,5 yoshidan beri men bilan birga yuradi. Bola yoshligida ham mashq qilsa nimaga qodirligini ko'ring. Sizlarga xizmat qilib boradi. Hozir mana shu yerda 4 qadoq tosh bilan. Mana bu Cobalt mashinasini endi men mikroavtobusni ichida tortgan dedim. Lekin Cobalt mashinasini qay usulda sizlar ko'rmagan yangicha usulda mashinani ichida tortib beradi ko'ramiz. Lekin o'sha yoshlar sal orqa-orqaga turib olasizlar, u o'tirganlarning yo'lini to'sayapsizlar. Orqa-orqaga yurib olinglar. O o'tirgan katta onaxonlarda opalarimiz yo'llarini to'smanglar. Hamma mana yerdan bir chetdan sal orqaga chiqib olasizlar. Endi hozir mana chekkaroqqa qo'ying. Endi tosh o'ynayotganda tosh borib dumalab tegib ketsa, mayib qilmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun yosh ukalarimiz o'yin mahalda o'rtadan yugurmaymiz. Qani mana toshlarni olib chiqib qo'yishdi. Qarsak bilan qo'llab turamiz. Marhamat! Qolvasi! Hayır oğlum! Qarsak bilan qo'llab turamiz polvonni. Quvvat bo'ladi. Hoppa bakyo'la! Toshlarni o'ynashini usulini e'tibor berib qarab turing. Eng kichkina barmog'ida. O'tir orqadagilar to'sma. Qani, barmog' ko'taryapti. Yep, barakalla. Bosibek. Hozir bitta o'yin buyuraman. Oldin rekord o'z lavhasi bo'lardi, shunda qatnashib 6 yoshida eng oliy o'rinni egallagan. Endi shu 6 yoshida oliy o'rinni egallagan o'yinni sizlarga namoyish etsin. Hozirgi kunda mana shu endi yakkaxon bo'lib kelyapti. Ko'ringda, bitta toshda necha xil usulda shanglar o'ynaydi. Qarsak bilan qo'llab turamiz. Marhamat! Maya. Ey, oğlum, o qo'lingizni tupa qolmoqing. Kraskanga. 3 оборотda aylanayotdi. Qay usulda? Bitta qaytarsin o'sha joyni. Marhamat. Qani? Ay shorbol, mana 3 оборот. Katta. Hoppa rakala. Shorbol. Qarsaylar bilan Azizlar, bitta tosh bilan o'ynagan bo'lsa, endi ikkitasi bilan o'ynasin. Ikkitasi murakkabroq bo'ladi. Bir-biriga urishtirib olmasdan o'ynasin, ko'ringda. Faqat
Sizlarda qarsak qimmatmi deyman ha? Qimmat bo'latiramiz. Ey yurma bolalar. Chekdan yur. Hadi. Hay hay. Stakashi. Sharbat. Avarat ko'ramiz. Qani? Malakka borar. Ey barakala. Yo'q, qarsiylar bilan. Joy. Hey! Bitta hofli o'yin beraman. Mana shu o'yinni kamdan kam polvonlar bajaradi. Hozir bitta og'ir soqa toshdi. 3 metr balandlikda peshonasini ustida ushasin. Xudo ko'rsatmasin, agar toshib ketsa yo boshga tushadi, yo oyoqni betiga tushadi. Yaxshi ko'z, yaxshi niyatda tomosha qiling. Marhamat. Qani o'g'lim, yo Alloh deb bajaring. Hey! Shamol! Hey! Yaxshilab joylab bering. Qimalamayapti. Qimalamasin. Shoshilmas. Shoshilmasdan bajaramiz, marhamat. Shoshil, o svetam, lamchikam tikka ko'zga tushib turibdi. Tosh qimirlayapti. Shoshilmasdan joylaymiz. Hop! Barakalla! Ey azlar, ko'ringda eng murakkab joyi yerga tushirib olmasan, sopidan ilib qolsan, marhamat! Hop! Barakalla! Qarshi bormi? Qarshi bormi sizlarga? Azlar, marhamat tomosha qiling. Endi polvonni o'ziga xos, o'ziga mos qilib toshlab berganman. Endi bu toshni hozir men kilosini aytsam, ko'pchilik ishonmaydi. Shuning uchun toshga qiziqqan yigitlar bo'lsa, xohlagan yigit chiqib bir ko'tarib mana shu toshni tekshirib bersin, shunda halol bo'ladi. Keyin polvondan ko'ramiz.